bo'lsa, Kia Sonet avtomashinasiga propan o'rnatdik. E'tibor bering, hurmatli mijozlar. Evans Dual Jet 48 ga tur faqatgina Kia Sonet turidagi avtomobillarga to'g'ri keladigan blok управления original Polsha. Dakota injektorlarimiz, скоростной hamda beshshumniy. Reduktor Tomasetto original Nordic. Avtomashinasining orqa qismiga keladigan bo'lsa, e'tibor beringlar, shumka qilib beramiz mashinaga. Shumkasi ham sifatli hamda 47 litrlik Belorusiyaning ballonini qo'yib beramiz. Juda zo'r chiqadi, ballon sifati juda yuqori. Biron marta hali uyaltirgan emas. Kia Sonet avtomashinasiga gaz o'rnatdik va hozir mana nastroyga qildik, parametrlarni tekshirib ko'ryapmiz. Mashina ideal holatda ishlayapti. Bundan buyog'iga ham kimga shu xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana bu yerda включатель o'rnatdik. Включательga e'tibor bersanglar, bitta nажатие bilan hozir mana benzinga o'tdi mashina. Hattoki detonatsiyasi ham sezilmaydi. Mana, пожалуйста, benzin va propanga